Muhammad Solih vodiyda o'lish taqiqlangan. 20-qism yana yashirin faoliyat. 1997-yilning noyabr oyi boshlarida Turkiya davlati Karimovning Turkiyaga kelishi bahonasi bilan meni rafiqam Oydinxonim bilan Bulg'oristonga chiqarib yuborishdi. Bu haqda turk gazetalari xabar berdi. Bunga qarshi har doim bo'lganidek Abdurahim Po'latov va Jahongir Mamatovlar Solih o'zini PR qilyapti, hech kim uni Turkiyadan quvmagan deb shovqin ko'tarishdi. Biz noyabr oyining oxirigacha Sofiya shahrida qoldik. Keyin gizli shaklda yana Istanbulga qaytdik. Bolgariyadan so'ng avvalgi turgan joyimizga ketmay, boshqa bir makonda yashay boshladik. Yigitlarimizning faoliyati ham yashirin rejimga o'tdi. Erk gazetasining taqdiri. 1998-yildan boshlab Erk gazetasi katta formatda chiqa boshladi. Tirajini kamaytirdik. Chunki O'zbekistonga yetib borishi tobora qiyin bo'lib borardi. Lekin butun imkoniyatimizni ishga solib yetkazib berardik. Faqat bir kuni Toshkentdan kelgan bir oshnamiz Erkka aloqasi bo'lmagan xolis kishining aytib bergan bir hikoyasi meni juda qayg'ulantirdi. Ne azobda yetkazib berilayotgan gazeta va kitoblar Toshkentdagi suyangan tog'larimiz deb yurganimiz erkchi rahbarlarning supalari ostida chirib yotgani va axlat qutilariga tashlab yuborilayotganini dalillar bilan aytib berdi. Ammo siz o'zingizning oilangizga bermay, bu kimsalarga yuborayotgan mablag'larga ham ular villa qurib, mashinalar olib yurganini bilasizmi deb so'raganida, men bu odamning xolisligiga shubha qila boshladim. Chunki bu odam tashkilotimiz tuzilganidan beri mening yonimda bo'lgan kishilar haqida aytayotgandi. Men unga ishonmadim va juda sovuq xayr ma'zur qildim. Keyin yillar o'tib bu shubhali ko'ringan kishining haq ekanligi o'rtaga chiqdi. Ming afsus. Milliy harakatning eng sof qatlami bu harakatning markazida emas, uning quyi tabaqalarida ekani yillar o'tganidan so'ng o'rtaga chiqdi. Eng achchiq pushaymonlikni bu haqiqatni o'rgangan kuni yashadim. Surgun ichida surgun. Erbakonning o'rniga bosh vazir saylangan Mas'ud Yilmaz 1997-yil 3-mart kuniga O'zbekistonga ziyorat belgilagandi. Ziyorat rasmiy bo'lib, kun tartibida odatdagiday iqtisodiy va huquqiy jabhada har xil shartnomalar bo'lsa ham, asos maqsad Erbaqon davrida ikki davlat orasida sovuqlashgan munosabatlarni ilitish edi. Albatta bu ziyorat oldidan kaminaga nisbatan biror bir chora ko'rilishi kerak edi va darhol ko'rildi. Polislar meni bu ziyoratdan 5 kun oldin 28-fevral kuni Anqara shahrida ushlab, shahar amniyat binosining terrorchilar saqlanadigan hujralaridan biriga qamashdi. Devorlarda PKK separatist terror tashkiloti a'zosining qarshiligimiz davom etajak degan pafos to'la shiorlari yozilgan kamerada 3,5 soatni o'tkazdim. Keyin terrorizmga qarshi kurash sho'basi tarafidan tutuqlanib, Istanbulga keltirildim. U yerda mening Turkiyadan boshqa bir davlatga chiqarib yuborilayotganimni aytishdi. Men polis mudiridan oilam bilan xayrlashib, kiyim-kechaklarimni olishga ruxsat etinglar. Yonimda pulim ham yo'q dedim. Mudir bizga sizni chiqarib yuborish aytildi, xolos, uzr deb javob berdi. Mayli dedim. O'sha kechasi amniyat mudirligining bir xonasida joy qilib berishdi. U yerda qoldim. Ertasiga 29-fevral kuni ertalab Anqara amniyat mudirligiga bir kishi kelib, men davlat nomidan keldim. Sizni xohlagan o'lkangizga yuborishlari mumkin. Bu o'lkani siz tanlang dedi va bu masraflaringiz uchun davlatimizning yordami deb konvertda valyuta uzatdi. Men boradigan o'lkam yo'q. Pasportim ham soxta. U yerga borsam ham orqaga qaytarishsa kerak. Qayerga yuborsanglar, yuboraveringlar. Menga farqi yo'q. Pulni esa olmayman dedim. Ma'mur juda xafa bo'ldi. Unday qilmang, biz sizga dushman emasmiz, dedi qizarib. Albatta dushman emassiz. Sizlarga rahmat. Ammo Karimovday bir diktator sabab bo'lgan pul men uchun harom dedim. Mayli o'zingiz bilasiz.
Men Jumhur raisimizga aynan yetkazaman buni dedi va chiqib ketdi. 2,5 soat o'tar o'tmas Ruminiya poytaxti Buxarestga bilet olib kelishdi. 2 soat so'ngra uchoqqa olib borishdi. Qo'limga kishan solishmadi. Shunga ham shukr qildim. Meni kuzatib qo'yishga chiqqan zobit yuzboshi meni uchoqqa chiqarib, illyuminator yonidagi bir o'rindiqqa o'tkazdi. Keyin men bilan do'stona xayrlashib pastga tushdi va uchoq harakat etguniga qadar pastda menga qarab turdi. Bu munosabatdan o'zimni Schwarzenegger rolida o'ynagan tahlikali qahramon kabi his qildim. Bu g'ururli onlar edi. Buxarest. Pasportim soxta edi. Undagi yozuvlarni ham o'zim to'ldirgandim. Rasm ko'pchib ketgandi. Qaytadan yopishtirilgani ko'rinib turardi. Shuning uchun Buxarest chegarasidagi xushyor zobitlar meni Istanbulga qaytarib yuborishadi degan umidda uchoqdan indim. Ammo unday bo'lmadi. Ayol zobit menga tabassum qilib, "Ha, pasportingiz rosa eskiribdi. Buni mutlaqo almashtiring. Buxarestga xush keldingiz" deb shartda kirish muhrini urdi va Istanbulga qaytish umidimni yer bilan yakson qildi. Aeroport binosidan chiqdim. Yengil kiyingan edim. Egnimdagi libos to'plami blujin, kamzil, moviy ko'ylak, poyafsaldan iborat edi. Qo'limda na chomadon, na bir kichik chanta bor edi. Cho'ntagimda ham 100 Amerikan dollari va soxta pasportdan boshqa hech narsa yo'q edi. Xullas, haqiqiy ozod kishining timsoli edim. Cho'ntagimdagi 100 dollarning 50 dollarini rumin puliga almashtirdim va avtomatdan Turkiyaga Buyuk Birlik partiyasi lideri Muhsin Yozichi o'g'liga telefon qildim. Muhsinbey yaqin do'stim edi. Telefonni uning tansoqchisi oldi va 15 minutdan keyin boshqonning o'zi sizga telefon qiladi dedi. Va 10 minut ham o'tar o'tmas telefon qildi. "Qayerdasan do'stim? 3 kundir seni yo'qotib qo'ydik-ku" deya andaluscha hayajon bilan hayqirdi do'st. Vaziyatni tushuntirdim. U 5 daqiqa so'ngra qayta telefon qilaman, bekla deb telefonni yopdi. Va aytgan paytida qayta telefon qilib, "Shu turgan joyingdan jilmay 1 soat kuta olsang, bizning yigitlar yetib boradi va butun muammolaringni hal qilishadi. Andisha chekma" dedi u. Haqiqatan ham 1 soat o'tar o'tmas Erdo'g'on Otalay ismli yigit boshchiligida 2 mashinada 6 kishi yetib keldi. Ular meni olib Buxarestning eng yaxshi oteliga joylashtirishdi va boshqonning buyrug'i bilan deb qo'limga pul tutqazdilar. 2018-yil Istanbul. Suratda Erdo'g'on Otalay. U 20 yil so'ngra Istanbuldagi uyimga keldi. Turklar meni Ruminiya inson haqlari himoyachilari va Chaushesku rejimiga qarshi kurashgan dissidentlar bilan tanishtirishdi. So'ngra dissident harakatining lideri mashhur shoir Mircha Dineskoning uyiga ketdik. O'zi va xonimi Marina bilan tanishdik. Mircha men bilan tengdosh ekan. Qarashlarimizdagi mushtarak nuqtalarni qayd etdik. Dinesko meni premyer ministr bilan tanishtirishni istadi. Ruminiya vatandoshligini oling, bu yerda qoling, ijod qiling deya katta iltifot ko'rsatdi. Men tashakkur etdim. Tashkilotimiz faoliyatini yo'lga qo'yish uchun Ukrainaga o'tishim kerak dedim. Ruminiyada 10 kundan ko'proq qoldim har holda. Yanglishmasam, mart oyining o'rtalarida Kiyevga uchdim. Yana o'sha soxta pasport bilan. Yana balki chegaradan qaytarishadi degan, bu safar umid emas, andisha bilan. Chunki endi qaytarilishni istamasdim. Na Ruminiyaga, na da Turkiyaga. Qismatimga to'g'ri yurishni istardim. Kelajakning loyqalangan, so'niq ko'rinishi meni zimdan asabiylantirardi. Qismatimning naq manglayiga qarab yurishni istardim. Nima bo'lsa bo'lsin, faqat tezroq bo'lsin deb sassiz hayqirardi nafsim. Kiyevda meni ukam Muhammadbekjon va do'stlar kutib olishdi. Istanbulga telefon qilib, Oydinxonimga Ukrainaga kelganimni aytdim. Xonim juda sevindi va mutlaqo Luganskka, o'zi tug'ilgan diyorni ham ziyorat qilishga undadi. Albatta deya so'z berdim.
Kiyevda ilk kunlar qozog'istonlik do'stim professor Rustam Jangujinning xonadonida qoldim. Sog' bo'lsinlar. Xonimi Gulnor bilan yaxshi musofirparvarlik qildilar. Keyin bir kvartirani ijaraga olib yerlashdim. Ukraina Radasi parlamenti millat vakillari, Qrim turklari Mustafa Jamil va Rufat Chubaro'g'li bilan ko'rishdim. Ular bilan O'zbekistondagi siyosiy vaziyat va u yerdagi siyosiy terrorni muhokama etdik. Ukraina muxolifati lideri Vyacheslav Chornovil bilan tanishdik. U O'zbekiston muxolifatini imkonlari darajasida hamisha destaklayajagini bildirdi. Sovet davridan beri do'stligimiz davom etgan taniqli ukrain shoirasi Svetlana Yovenko bilan uchrashdim. Uyda mehmon qilib, ko'p iltifotlar ko'rsatdi, yangi yozgan she'rlarini o'qib berdi. Siz Muhammad Solihning Vodiyda o'lish taqiqlangan audio kitobi 20-qismini tingladingiz. Davomi bor.